أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد biz ilgirki derslerimizde el-metlabul evvel el-haberul maqbul ve onun içindeki mezmunlarını sözlep tüketken bulduk. Bugünkü dersimizde el-metlabul thani el-haberul merdud yani rad qilingan hadislarning ahvoliga keldik. Endi darsni boshlashdan ilgari biz ilgirki darslarimizdagi o'xshashlar darsimizdagi umum mazmunni bir qitim xulosalab o'tgandan keyin undan keyin darsga davomlashamiz. Hadis xabar ahad va xabar mutawatir deb cho'ng jihatdan ikkiga bo'linadi. Xabar mutawatir deganimiz ko'p sonli kishilar rivoyat qilgan hadis bo'lib, bu ko'p sonli kishilarning odatda yolg'onga birlashib olishi yoki mush hadisni to'qishga o'zaro kelishib olishi mumkin emas darajada. Ya'ni hadisdagi yolg'onchilik ehtimollik 0% bo'lgan hadislar xabar mutawatir bo'ladi. Ya'ni bunda hadislarni dalil qat'iy sifatida Qur'on bilan o'xshash amal qilinadi. Chiqarilgan ahkomlarni Qur'on bilan o'xshash darajada turadigan amallar ahkomlar bo'ladi. Ondan keyin xabar ahad dedik. Xabar ahadninki raviylarininki soni itibaridan, turuqlarining soni itibaridan 3 ga bo'linadiganligini deb o'tdik. Agar sanad tabaqatining har tabaqasidagi raviyning soni 3 dan ko'p bo'lib qolsa, bunda hadisni mashhur desaydigan bo'ldik. Agar eng oz son 2 bo'lib qolsa, buni aziz dedik. Qaysi bir tabaqatda bo'lsin, ba'zi tabaqatlarda ko'p bo'lib ketganlik uning ta'sir etkazmaydi. Agar qaysi bir tabaqatda olsun eng azdan 1 bo'lib qolsa, ya'ni raviyning soni 1 bo'lib qolsa, garchi atrofdagi boshqa tabaqatlarda ko'p bo'lib ketsimi, lekin shu bir raviyning topilganlik tufayli bu hadisni g'arib deb ataydigan bo'ldik. Va yana shuni eskartib o'tmizga qayta, bu yerdagi mashhur aziz g'arib deganlik hadisning sahih, zaif deganlik emas. Faqat tarjihat yo'llaridagi tarjih qilish yo'llarining birisi. Ondan keyin biz hadisni qoil e'tibori bilan 4 ga bo'lgan bo'ldik. Hadis qudsi, hadisi marfu, mavquf, ondan keyin maqtu. Hadisi qudsi deganimiz qoili deguchisi Alloh o'ga hadislar. Ya'ni Alloh mundoq deganda payg'ambar alayhisalom bizga rivoyat qilgan hadislar. Ikkinchisi payg'ambar alayhisalomga nisbat berilgan mayli Rasulullohning so'z yoki ish harakat yoki taqirat yoki sifatlari bo'lsin, buni marfu deymiz. Üçüncüsü sahabalar bilan to'xtab qolgan. Ya'ni falan sahaba mundoq dedi, pukuni sahaba mundoq dedi deb sahabalarga nisbat berilgan asarlarni mavquf deymiz. Ya undan keyin tabiin yoki tabiiy tabiinlarga nisbat berilgan asarlarni mavquf deymiz, maqtu deymiz. Undan keyin biz hadisni kuch va ojizlik e'tibori bilan ikkiga bo'lgan bo'ldik. Maqbul, mardud deb. Maqbul hadis cho'ng jihatdan ikkiga bo'lindi. Sahih hasan hadis deb va sahih hadis o'z ichidan ikkiga bo'lindi. Sahih li zoti, sahih li g'ayri. Hasan hadis o'z ichidan ikkiga bo'lindi. Hasan li zoti, hasan li g'ayrihi deb. Ondan keyin sahih hasan bo'lib bo'lgandan keyin hadis amal qilish nuqtasi va amal qilmaslik nuqtasidan, amal qilish va qilinmaslik nuqtasidan ma'mulun bih, g'ayri ma'mulun bih deb ikkiga bo'lgan bo'ldik. Ma'mulun bih va g'ayri ma'mulun bih degan bu bahsidan 4 turli hadis maydonga chiqdi. Yani muhkemul hadis, muhteliful hadis, nasih ve mensukh hadis qatorliq bularning hammasining bahsi biz so'zlagan ilgirki mazmunlarda o'tib ketib bo'ldi. Ondan keyin hadisninki quvvat da'fi e'tiboridan ikkiga bo'lgan, ikkinchisi mardud hadislar degan to'q. Shu mardud hadislardagi hadisning rad qilinish sababi ya saqtum minal isnad sababli bo'ladi yoki ta'nun firravi sababli bo'ladi deb degan to'q. Ya'ni isnaddagi ma'lum uzuklik tushib ketish sababli yoki ta'nun firraviki raviyadagi ma'lum bir ayib nuqson tufaylidan bo'ladi degan to'q. Buning ichidagi ta'nun saqtu minal isnad ikki xil bo'ladi. Saqti zohir, saqti xafida. Saqti zohirdan 4 turli zaif hadis chiqadi. Ya'ni muallaq, mursal, mu'dal, munqati deb. Saqti xafidan 4 turli zaif hadis chiqadi. Mudallas, mursal xafi, muannan, muannan deb. Ondan keyin ta'nun firravida tan ya adaletidagi tan bo'ladi, ayib bo'ladi, yoki uningki hifzistiki, ya'ni zabtistiki tan bo'ladi. Adaletidagi tani ya uning kizb bo'lganligi, ya kizb bilan ittihom qilinganligi, ayblanganligi, ya fisq yoki bid'atchilik yoki uning ahvolininki majhul bo'lganligi, mush bas sabab tufaylidan bo'ladi. Zabtistiki ayib su'ul hifz bo'lganligi tufaylidan yoki
kesretul avham tüpeyliden ya gaflet tüpeyliden ya olmasa muhalefetul lissiqat qatarlıq 5 türlük ayıp bunun zaptistike mesele oldu. Muşu iki ahvaldı. Meyli ta'nun fil adala olsun, adaletihi olsun. Ya ki ta'nun fi zaptihi olsun. Muşu ravida, muşu 10 türlük ayıp ta'ni peyda olup kalsa bunun hadisleri derecesinin eğer tüvelliği qarab turib mavdu, munker, metruk, maqlub, mudraj, musahhaf, el-mazid fi muntasal al-asanid qatarlıq bir neçə türlük zayıf hadis çıxıdı. Bugün bizninki dersimiz, bugün bizning dersimiz del kitabımızın birinci babı, yani biz okuyduğum babninki ikinci metlibi, yani el-haberul merdud diye ornuğa keldik. Yani ikinci kiçik babı. Yani ret qılındığı hadisler. Biz bayatını xulasılıq şunu oşudaki, biz haber ahatni, quvvat, da'fi itibarından işkiga bölgen toq, maqbul merdud deb, maqbul tügüde hem de merdud keldik. Abdur davatıdı ve fihi thalatatu maqasid. Ma babda 3 maqsad var degende 3 kichik paragraf, 3 kichik babba. Birincisi daif hadis to'g'riliq umum tushunchani bilamiz. Chunki daif degani mardud hadislarning umum bir atalg'usi. Gerçi daif deb ayrim bir turi bo'lsa-mu, lekin daif degan cho'ng bir atalg'u bo'lib, shu rad qilingan hadis asosiga hamma hadislarga daif deb ishlatkili bo'ladi. Shunga bu to'g'riliq azroq qisqacha bir tushuntirib o'tamiz. Al-maqsadus sani, ikinci maqsadda, ikinci mazmunda al-mardud bisababi saqtin minal isnad. Xuddi biz bayat degandek, hadisning rad qilinish sababi ikki bo'ladi. Birisi saqtu minal isnad degan shuni so'zlaymiz. Üçüncü mazmunda al-maqsadus sani, salisda al-mardud bisababi ta'nin fir-rawi. Yani raviyadagi ma'lum bir ayib, kamchilik tufaylidan hadisning rad qilinish ahvoli bu rad qilinadigan hadisning ikinci turi bo'ladi. Biz kelayli el-haberul merdud ve asbabu raddihi. Yani rad qilinadigan hadis ve onun rad qilinish sabablariga kelsak, bunun ta'rifatida rad qilinadigan hadis degan nima desa, shu hadis bilan xabar qiluvchining rastlik tarafi kuchlanmagan. Yani hadisni ras hadis deb sahih darajasiga ko'tarilmagan, hasan darajasiga yoki qubul darajasiga ko'tarilmagan hadisni biz hadis merdud deymiz. Bu nimdeb bu hadis rad qilinib ketdi desa, zalika rad qilinishi bi faqdi shartin, bir shart yoki av aksar yoki birdan ko'p shartninki qubul shartlaridan. Sahihning bahsi bizda o'tdi-ku, allati marrat bina fi bahsi sahih. Sahihning bahsida bizda o'tib ketgan qubulning 5 turlik sharti va shu shartlardan birisi yo'qolsa yoki birdan ko'p yo'qolsa hadis rad qilinadi. Ammo buning qismlari va rad qilinish sabablariga kelsak, ulamolar xabar mardudni nihoyat ko'p qismlarga bo'lgan bo'ldi. Ba'zida hatto 40 necha qismga bo'lib o'tdi. Agar texnik cho'ng qilmoqchi bo'lsanglar, biz kitobning 5ida tilg'ab o'tgan kengri mutavval muallafatlar qarasanglar bo'ladi. Masalan, Ibn Salahning kitobi bu jihatda xili mas kitobning birisi. Bular oshq qismlarning ko'pincha xos ismlarni ishlatdi, ammo shu kitob shu nimalar ichidan, qismlar ichidan xos ism ishlatmaganlar bor. Balki uni umum ism, o'sim qaysi zaif degan nom bilan atib o'tganlar bor. Ammo hadisning rad qilinish sababiga kelsak ikki, lekin shu sabablarning hammasini xulosalasak, tarji'u fil jumla umum jihatdan nega xulosalanadi desa, asosiy ikki sababning biriga xulosalanadi. Bu ikki sabab birisi saqtun minal isnad, ya'ni birisi ta'nun fir rawi. Dal mushu ikki sababning ostida nurg'un tarmoqlar va xuddi biz kunda xulosalayotgandek shu sabablar ustida biz mustaqil tafsili bayon qilingan 3 mazmun bilan so'zlaymiz. Sa'takallam alayha bi thalathati maqasid 3 mazmun bilan so'zlaymiz inshaalloh. Avval ad-da'if degan mazmundan boshlaymiz. Chunki ad-da'if allazi yu'addu huwa al-ismul 'am, yoki huwa al-ismul 'am lin-naw'il mardud. Chunki ma zaif deganimiz mardud hadisning turining umum ismi hisoblanadigan bo'lg'achqa, ma'ni avval so'zlab o'tamiz. Andas kelayli al-maqsadul awwal, birinchi mazmun ad-da'if, ya'ni zaif hadis. Bunun ta'rifatiga kelsak, da'if degan lug'at jihatda qaviyning ziddi, ya'ni ojiz degan. Da'f degan odat ikki xil bo'ldi, birisi hissiy, birisi ma'naviy. Hissiy deganimiz shu odamning ojizligi, bir narsaning ojizligi, masalan. Ammo lekin mayadagi zaiflik dal da'f ma'naviy. Shu xuddi sahih degan jismdagi sahihlik, sog'lomlik, ma'naviyatdagi sog'lomlik, ma'naviyatga bir gapning to'g'ri xatolikka shu sahih deb ataladi. U ma'naviy o'qim majoziy shaklda emas. Da'ifning xuddi jismiy narsalarda, hissiy narsalarda haqiqat ma'noda bo'lsin, ma'naviy narsa majoz bo'ladi, lekin ma'naviyadagi ojizlik degani shu gapning to'g'ri xatoligiga qaratilgan, dalilining bayoqligiga qaratilgan, o'lchamlik emasiga qaratilgan. Istiloh jihatda
Daif degan nima desa, aqallisi Hasanning sifatini o'zga mujassamlashtirmagan. Ya'ni Hasanning shartlaridan bir shartni yo'q tutishgan. Endi sahih demasligining sababi, chunki Hasan bu emasmi? Hasandan 5 shart tepilib, zaptsizal yengil olsa shu 5 shart tepilsa, Hasan darajasi ko'tariladi. Garchi sahih darajasi ko'tarilmasmi? Shu yerga yetmagan hadis daif bo'ladi. Shunga Imom Bayquni o'zining manzumisida, o'zining she'r kitobida, manzum nomli kitobida nima deydi? Va kullu ma an rutbatul husn qasr فهو الضعيف وهو أقسام كثر deydi. Yani nima desa, hasanlik darajasidan shunda chiqib ketganligi hadisning hammasi فهو الضعيف zaif hadis hisoblanadi. Zaif hadis intayin ko'p tarmoqlar degani, buni tarmoqlar inshaalloh biz tafsili bayon qilamiz. Xulosasiga vaqtimiz davatimiz o zaifning sabablaridan chiqqan zaifning turlarini bu ko'pdir. Endi zaifning farqlariga kelsak, hadis zaif hadisning zaifligi, ravilarning zaifligining qattiqligi va yengilligi bilan farqlanadi, xuddi sahih hadis farqlangandek. Biz oyada maratibus sahih, maratibul hasan, hatto bir kitobda ilinmagan bir ma'lum, masalan Imom Buxoriyning rivoyat qilgan, muttafaqun alayh bo'lmaganligiga qarab turib hadislarni farqlanadi emasmi? Daraja astin ustun qilib zaif hadismi o'xshash. Shunga ba'zi ulamolarningki zaif hadislarga ba'zi fadoilul a'malda amal qilganligini mutlaq gap emas. Balki zaifning ichidagi eng yengil zaifqa, ya'ni munasibqa vaqtda darajasi hasanga yaqin hadislarga an amal qilgan uning o'zgarishlik shartlari bor. Shu zaif hadislarning qatoridan daif jiddan bor, muvahilari va ig'ir darajadagi ojizlari, munkarlari bor. Ama bunun turlarındaki en yamını mavdu deyimiz tokulma, yani yalgan hadisin yap. Mekzub ne batab koydu. Endi zaif hadislarning mu isnatları ulumali tashvish orqali bularni aniqlab aydınlaştırıp qalgan. Xuddi sahih hadislarningki har bir imomning qashida sahih isnat bo'lgandek. Masalan, Imom Buxoriyning qashida Malik Nafi ibn Umardni eng sahih isnat qilmas. Imom Buxoriyning nazaridagi shunga o'xshagan ulumolar, mush hadis muhaddis ulumolar aniqlab chiqib, bahavurib chiqib, eng ojiz deb qaragan isnatlarmi ham bor. Shunda o'tadi isnatlarning eng avhasi, eng ojizi. Binaen ala ma taqaddama fi sahih. Sahihisi yuqorida sahihning mazmunida yuqorida o'tgan eng sahih isnatlarni tilga olishdan iborat mazmunlarga binoan ulamolarimiz zaifning bahsida avhal asanid deb ataladigan bir turini tilga olgan. Hakim Naysaburi avhal asanidning ichidan bir bo'likni ba'zi o'zining ba'zi sahobalarga nisbatan yoki ba'zi taraf ba'zi shaylarga nisbatan tilga olgan. Men deydi hakimning kitobidan va uning boshqasining kitobidan bir qism misollarni akib so'zlayman. Endi bir o'quvchi bo'lib sifatimiz bilan inshaalloh hadis o'qiymiz degan bo'lib sifatimiz bilan mush avval asanidlarni qanday qilib olsak, bilib olsak, har holda oldimizga kelib qolgan vaqtida bizga nisbatan nima tuyulmaydi, qiyin tuyulmaydi. Masalan, shu avval asanidlarning qatoridan birinchisi Abu Bakrga nisbatan berilgan isnatlar, bu isnatning eng zaifi Sadaqat ibn Musa ad-Daqiqi, Farqat as-Sabahi an Murrat at-Tayyibi an Abi Bakr deb munda qiladigan. Hamda alaqa biz xususan hamda biz o'qigan kitoblar asa uchirmaydi, chunki biz kitoblarning ya Buxoriy o'qiymiz, ya Muslim o'qiymiz. 4 sunanni o'qib qolsaqmi, 4 sunanning ichidan hozirgi Albani rahimahulloh tahqiq qilgan muhaqqaq nusxalarini o'qiymiz. O nusxalarda mavla chiqib o'tilgan bo'lg'ach bak uchirmaydi. Ammo mushu kallanglarda bo'lib qolsinki, mushu isnat zaif hadisning Abu Bakrga nisbatan kelgan zaif hadisning eng ojizi hisoblanadi. Ondan keyin ikkinchisi Sham tarafning isnatlarining eng ojizi Muhammad ibn Qays al-Maslub an Ubaydullah ibn Zahr an Ali ibn Yazid an al-Qasim an Abi Umama. Mavo Sham tarafga nisbat berilgan isnat Sham tavalligi isnatninki eng ojizi. Buni bilib olishga tegishli. Ibn Abbosdan kelgan isnatning eng ojizi As-Suddiyus Sag'ir Muhammad ibn Marwan. Suddi ikkiga bo'linadi. Suddiyul Kabir, Suddiyus Sag'ir debchi. Ma farqlantirish kerak. Asuddi bilan Masuddi ikkisi o'xshamaydi. Ya'ni eng avhal asaniyat, eng ojiz isnat Suddiyus Sag'irdan kelgan. As-Suddiyus Sag'ir Muhammad ibn Marwan an al-Kalbi an Abi Salih an Ibn Abbas. Hafiz ibn Jarir aytadi, buni mavla silsilatul kazib degani yolg'on zanjirsimon holat degani 5-dagi kim yolg'on, 30-dagi kim yolg'on, 10-dagi kim yolg'on. Demak, xolis yolg'on isnot demakchi-da. Silsilatu zahab emas deb, silsilatu zahab deb isnotlarning har tabaqatidagi ravilarning hammasi eng yuqori darajadagi ravilar bo'lib qolsa, buni silsilatu zahab deb qo'yamiz. Shuningdek aksida eng nachar ravilar demakchi hammasi. Masalan, buning misoli
Zaif hadisning misoli Tirmiziy chiqargan Hakim ibn Aslamning Abi Taymiyatul Hujaymining yo'lidan chiqargan bir hadis va Abu Hurayradan o payg'ambar alayhisolamdan Rasululloh shunda deydi: "Man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallohu alayhi vasallam" deb Tirmiziy rahimahulloh hadisni kitobiga olib bo'lgandan keyin ixroj qilganligini kitobiga olib bo'lgandan keyin deydi: "Biz hadisni faqat Hakim ibn Aslamdan o Abi Tamima al-Hujaymiydan o Abi Hurayradan kelgan mushu isnatdan tunuymiz. Musnatdan tunuymiz deb bo'lib İmam Muhammed demakchi o'g'li İmam Buxoriy Muhammad ibn İsmail demakchi. Muhammad hadisni isnat tarafdan ojiz deb baholagan. Ondan keyin dedim men deyin. Çünkü bunun isnadida Hakim al-Aslam bor. Ulamolar buni ojiz deb baholagan. Hafiz ibn Hajar Taqribul Tahzibda fihi layin deb munda baho bergan deydi. Demak, har holda bir hadisning isnadida zaif odam bo'lib qolsa, shu hadis nima bo'lib qoladi? Zaif hadis bo'lib qoladi. Bu biz bugun hozir o'qimoqchi bo'lgan zaif degan hadis babidagi bir misol. Xo'sh, endi zaif degan ashta hadis bo'lib qolsa, buni rivoyat qilishning hukmi desa, ahli hadis va ularning nazarida zaif hadislarni rivoyat qilish yajuz va isnodlarda onun zaifligini bayon qilmasdan isnodlarda keng yo'l tutish nima yajuz. Ammo mavdu hadislarning aksicha deydi. Mavdu hadislarni rivoyat qilishim to'g'ri emas, illa ki uning to'qilmiligini bayon qilish, ikki shart bilan rivoyat qilish. Bir nuqtaga diqqat qilinglar. Sizlarga qalam bo'lib qolsa, bi xilaf al-ahadith al-mawdu'a fa innahu la yajuzu riwayatuha tirnaqning ichiga nima ma'a bayan vaz'iha g'iji tirnaqning ichiga o'tinglar. Kitobda muallaq ikki siziqni o'tirib olib qolibdi-ku, ikki siziqni o'tirib olib qo'yibdi. Ma ilishib ketmasin. Hozir biz kimning gapida? Doifning gapida. Iborat mana shaklda kelishi to'g'ri. Yajuzu 'inda ahli al-hadis va ghayrihim riwayat al-ahadith ad-da'ifa va tasahul fi asanidiha min ghayri bayan da'fiha bi shartayn. Oxiridagi bi shartayn alaqa mavzuda ziqartilgan gap emas, zaifada ziqartilgan gap. Mavzu hadisning gapi qistirma jumla shaklida keltirilgan. Ya'ni mavzu hadislarning aksicha bu zaif hadisning masalasi, mavzu hadislarni keskin rivoyat qilish to'g'ri emas. Illaki uning mavzuligini bayon qilish uchun rivoyat qilsa bo'ladi deb bo'lib, u gap tugidi. Endi zaif hadisning gapiga kelsak, ahli hadisning qashida va ulardan boshqalarning nazarida zaif hadislarni rivoyat qilish va zaifligini bayon qilmasdan isnodlarda kengri yo'l tutish ikki shart bilan yajuz. Ma shartayn degani zaif hadis qaratilgan. O ikki shart bo'lsa, birinchisi aqidaga munosabatlik bo'lmaslik, masalan Allohning asmo sifati, mayli aqidaning usullari olsun yoki furuatlari olsun, aqida babiga zaif hadisni qaytilish bo'lmaydi. İkincisi, halal haramga munosabatlik bo'lgan shar'iy ahkomlarni bayon qilish haqida olmasligi halal haramga munosabat. Anda o'ganda nima sohada bo'ladi bu desa, ya'ni fazoil, nasihat, vaz nasihat qatorliq mahasada qilsa bo'ladi. Ammo ulamolarga garchi shunda qilgan bo'lsa-mu, yani bir bilik ulamolar buni texmi chang'atib, zot zaif hadisni rivoyat qilish uchun ma'nodan boshqa zaif hadis o'tirg'i qo'ygan masala dinda asli bo'lgan masala bo'lishi kerak. Agar garchi mustaqil chaqliq, fazoilga munosabatlik bo'lsa, dinda asli yo'q masala bo'lib qolsa, zaif hadisni rivoyat qilish bo'lmaydi. Boshqa shartdan avutgan ahvollar va buni inshaalloh o'z maqomiga olganda o'qisanglar bo'ladi. Ya'ni bu zaif hadisni vaz nasihat targ'ibot, tarhibat, qissa va shunga o'xshagan ishlarda rivoyat qilish yajuz deydi. Ammo mushuning o'zguchilik bir zararlari bor. Bizning masalan kichik vaqtimizdan tortib ota-onalarimizdan anglaydigan nurg'un islomga tava ba'zi fikr, ba'zi ko'z qarash garchi hech qanday halol harom yoki aqida masalaga munosabatlik bo'lmasa-mu, ba'zi bir qissa masalan mushlarning hammasi singib ketganlikda bu ahvollar dal zaif hadisniki keng ko'lamda rivoyat qilinishniki, mushu rivoyat qilinsa bo'ladi degan mushu gapga tayinib olib rivoyat qilganlikning nimasi natijasi sifatida maydonga chiqqan ish. Şu rivoyat zaif hadislarni rivoyat qilishda yo'lni kengir tutish rivoyat qilingan kishilarning qatoridan birisi Sufyan as-Savri, Abdurrahman ibn Mahdi, Ahmad ibn Hanbal qatorliqlar zaif hadisga sal yo'l qo'ygan demakchi. Esingizda bo'lsin, qayta deb qo'yay, zaif hadisni rivoyat qilishda shu fazoilul amalda, fazilat bablarida, targ'ibotda, qissada, mandaq tutgan vaqtda vaznasiyat babida rivoyat qilsa bo'ladi deganlar va ammo ahkamga munosabatlik. Bunda ishlarda rivoyat qilishga, aqidaga munosabatlik ishlarda qo'llanishga qat'iy bo'lmaydi. Endi shuningga alohida diqqat qilish kerakki,
siz zaif hadisni isnotsiz rivoyat qilgan vaqtingizda hargiz buningda qoli rasululloh kaza deb samang deydi. Mishqa zaif hadisi uning yolg'on bo'lish ehtimoli yo'qroq, shunga zaif bu. Faqatlam nima deysiz? Ruwiya an rasulilloh kaza. Biz uyg'urcha deb qarasak, bir hadisda deb bayon qilsak bo'ladi. Rasulullohdan kelgan bir hadisda bundaq deyilibdi deb rivoyat qilsak bo'ladi. Qanaqdir keskin shaklda Rasululloh bundaq dedi. Agar favqulodda yolg'on hadis bo'lib qolsa, sizning Rasululloh bundaq dedi degan gapingizdan siz Rasululloh yolg'on to'g'on bo'lib qolasiz. Yoki balag'ana anhu kaza Rasulullohdan bizga bundaq bir hadis keldi, yetdi. Yaxshisi biz uyg'ur tilida bundaq bir hadis bor. Bu hadisda bundaq mazmun keliglikdir. Nimishqa desa, o'sha hadisni Rasulullohga bo'lgan nisbatini jazm qilma. Albuki siz uning zaifligini bilib turib bundaq qilmaslikka diqqat qilish kerak. Zaif hadisga amal qilishni hukmiga kelsak, ulamolar zaif hadisga amal qilish haqida ixtilof qilgan bo'ldi. Jumhur ulamolar, ko'pchilik ulamolar ning qarshida alayhi vallazi alayhi jumhurul ulamo degani jumhur ulamolar shuning ustidagi ko'z qarash zaif hadisga amal qilish fazoilul amalda bunda nafl nawafil degandek bunda fazoilul amalda amal qilish mustahab, lekin 3 shart bilan bo'lib, 3 shartni Hafiz ibn Hajar oydinlashtirgan. Birinchisi zaiflik qattiq qolmaslik kerak, ya'ni eng yengil zaiflik degani su'ul hifz tufaylidan chiqqan zaiflik. Qandaqdir adlistik masala yoki boshqa ig'ir sabablar, hadisning rad qilinishining sabablarini bayon qildik emasmi? Birisi saqtu min al-isnad yoki birisi ta'nun fil rawi degandek, ana ig'ir sabablar bo'lib qolsa bo'lmaydi. Eng yengil ya'ni su'ul hifz. Addisi shu. Ikkinchisi hadis amal qilayotgan bir dalilning ostiga kirgan bo'lishi kerakki, hadis o'z oldiga mustaqil bir fikrini, mustahab chaqiliq bo'lsa, bir fikrini akagan bo'lsa bo'lmaydi. Cho'qim hadis bizga targ'ib qilayotgan fikr burun dinda asli dalillar bilan isbotlanib bo'lgan. Masalan, Qur'on o'qish to'g'riliq qanchalik zaif hadisga asir bo'ladi. Chunki Qur'on o'qish sahih hadis va Qur'onning o'zidagi oyatlar bilan isbotlanib bo'lgan. Chashka namoz o'qish to'g'riliq zaif hadisga asir bo'ladi. Chunki chashka namozi sahih hadis orqali isbotlanib bo'lgan. Kishilik tahajjud orqali zaif hadisga asir bo'ladi. Chunki tahajjud boshqa sahih hadis orqali isbotlanib bo'lgan. Demak, ma zaif hadis akagan tema, mazmun o'zi mustaqil akaga yangi tema bo'lmasi kerak. Asli burun boshqa sahih dalillar bilan isbotlanib bo'lgan bir asli bo'lish kerakda. Uchinchisi, shu hadisga amal qilgan vaqtda hadisning sabit sahihligini qalbimizda o'ylamaslik kerak. Balki ehtiyot deb o'ylab turib, ya taqidul ehtiyot degani ehtiyot deb o'ylab turib, endi zaif hadisga amal qilay, Alloh ajr beradi. Favqulodda sahih qiladi degan asosda amal qilsa bo'ladi. Mushu zaif hadis tepilish ehtimoli bo'lgan dangliq asarlar desa, birisi mushu zuafalarni bayon qilish haqida yozilgan kitoblar, masalan Ibn Hibbonning kitobi Duafa degan kitobga o'xshash, Zahabiyninki kitob Mizanul I'tidal degan kitobga o'xshash, ammo shu kitobning avtori shu ojiz ravilarning rivoyat sabablik zaif bo'lib qolgan hadislarga nurg'un misollarni bayon qilgan. Yana birisi maxsus zaif hadis to'g'riliq yozilgan kitoblar va Marasil val Ilal val Mudraj deganga o'xshash maxsus. Masalan, Abi Dawudning Marasil degan kitobiga o'xshash, Dariqutniyning Ilal degan kitobiga o'xshash. Endi hozir Shayx Albani maxsus silsilatul da'ifa deb bir kitoblarni chiqarganlar, maxsus zaif hadislarning ravilarining ahvolini bayon qilganlar. Agar o'quvchilarimiz zaif hadislarni izlaymiz, ko'rib boshqalarni bundan askartimiz bo'libmi, avomning ichida taqab ham avom amal qilayotgan zaif hadislarni bayon qilamiz degusi gap qolsa, shu silsilatul da'ifaga murojaat qilsa bo'ladi. Endi al-maqsadus sani, birinchi maqsadda biz birinchi mazmunda zaif hadis to'g'riliq so'zlagan bo'ldik. Ikkinchi mazmunda al-mardud bisabab saqtin min al-isnad. Al-mardud bisabab saqtin min al-isnad. Biz deb o'tdik, hadisning rad qilinish sababi 2. Hadisning rad qilinish sababi 2 sababdan bo'ladi. Birisi saqtun min al-isnad, yana birisi ta'nun fil rawi. Saqtun min al-isnad, yana birisi ta'nun fil rawi. Bugungi mazmun faqat saqtun min al-isnad to'g'risida. Ta'nun fil rawini inshaalloh kelasi soatlik mazmunni so'zlaymiz. Shunga ta'nun fil rawi tubto'sin. Saqtun min al-isnadga kelsak, saqtun min al-isnad deganimiz isnoddan ma'lum bir uzuklik paydo bo'lish degan gap. Ya'ni ma'lum bir ravining tushib ketishi yoki birdan ko'p ravining tushib ketishi, mayli 5dan bo'lsin, mayli o'tirdan yoki oxiridan bo'lsin, yoki qasddan tushib kelsin yoki sahvalik bilan tushib kelsin, isnodlarning muttasil bo'lmasi. Qiliq biz sahihning sharti 5, birinchisi isnod muttasil bo'lishi kerak degan emasmi? Shu muttasil degan shartning dal aksicha muttasil bo'lmay qolgan bo'lsa, ya'ni biror uzuklik paydo bo'lgan bo'lsa, buni biz saqtum minal isnod deymiz. Saqtum minal isnod ikki xil. Birisi saqti zohir, ya'ni oshkora, demak uni bayqash qiyin emas, oshkoralanib chiqib ketish degan gap. Yana birisi saqti xafiyki, bayqash qiyin, buni topmoq tez,
Buni mushu sohada yetishgan kasbiy odamlarimiz topolmaydi. Mana shaklda saqti. Endi saqti zohiridan biz xulosa deb o'tganimizda 4 xil hadis chiqadi. Birisi muallaq, yana birisi mursal, yana birisi mu'zal, yana birisi munqati. Saqti xafiydan 4 xil hadis chiqadi. Mudallas, mursal xafi, mu'an'an va mu'an'an deb. Amdal hozir keldik. Qaysının qadisa mushu saqtu minal isnad sabablik rad qilingan hadisga keldik. Abtur davotido al-mardud bisababi saqtim minal isnad. Yani isnaddagi ma'lum saqt sababidan rad qilingan hadis. Kelayli. Saqtum minal isnad degandan maqsad nima? Nima degan gap bu desa, saqtum minal isnaddan maqsad isnadning ulanma holati, silsilatul isnadning isnad zanjirisi degan gap isnadning ulanma holati bir yoki birdan ko'p raviylarninki tushib ketish sabablik. Mayli ba'zi raviylardan bo'lgan qasdanlik bilan bo'lsin yoki qasdansiz bo'lsin. Yoki isnadning beshidan yoki oxiridan yoki o'tirdan bo'lsin. Yoki suqut zohir bo'lsin yoki suqut xafiy bo'lsin. Oshkor suqut bo'lsin yoki yuzun suqut bo'lsin. Ish qilib qanday bo'lib kelsin, isnad uzilib bilan ketib qolgan bo'lsa, birada bir ravi yoki birdan ortiq ravi tushib bilan ketib qolgan bo'lsa, saqtun minal isnad bo'ladi. Yuqoridagi ta'rifatdan oydinlashdiki, saqtun minal isnad ikki xil. Oshkor yushurun. Ya'ni saqtun minal isnad uning zuhur va xafolik, maxfiyligi asosan ikki turga bo'linadi. Birisi alif qaranglar. Saqtun zohir. Asliga qaranglar ba. Ya'ni birisi saqtun nima xafi. Saqti zohir degan nima desa, va hada naw'u min as-saqt ma saqtining ma turi, ma uzuklikning ma turida buni bilishda imomlar va imomlardan boshqa ulumul hadisdan shug'ullanadigan boshqalar o'rtoqlashadiganini bu oshkor o'g'achqa hadis sohasidagi kasbiy odamlar emas, uldan boshqa normal hadis o'rganayotgan hadis tadqiqotchilarimi ham buni bayqay oladi. Ma saqti ravi bilan shayxning uchrashmaganlikdan bilinadiganini pukundan rivoyat qildi deb hadislar isnod tikiladi. Fulan an fulan deb. Lekin tarixni aqtasak, ma odamning yashagan davri bilan ma odamning yashagan davri bir emas. Ma odam vafot etib ketib bo'lgandan keyin ma odam tug'ilgan odam. Unda olganda aniqla bu yerda ma odam bilan kurashmabdi ekan. Unda olganda o'ttirda cho'qim bir uzuklikdan birisi bor. Fulan an fulan degan gapning o'ttirda birdan ham chiqib ketganligi deb jazm qila olamiz masalan. Nimishqu uchrashmoqlik desa, chunki uning davrini topmagan yoki davrini topgan bo'lsin, uni bilan bir yerga qanaqamagan, kamiganligini birisi O shahrida, birisi Ma shahrida. Uchrashganlikqa dalil yo'q. Ya'ni madamning odam olgan shu hadisni rivoyat qilishga na ijozasi, na nimasi yo'q, vijozasi yo'q. Na ijozasi, na vijozasi yo'q. Ijoz degan shu hadisni so'zlab berguvchi ustoz uning aniq qilib men sana ma hadisni rivoyat qilishga ijozat berdim, ruxsat berdim deb ijozat berish ahvoli. Yoki mendan anglagan hadislarni rivoyat qilsang bo'ladi deb ijozat bergan ijozatimi yo'q. Vijoz degan nima desa, ikki sonda nima qilmasa bo'ladi. Lekin ravi o'zining ustozlarining kitobidan birini elib, na qarasa o'zining ustozi bo'lgandan keyin xat nusxasini tunuydi, uning pochorkasini vaqt hozirgidek zavod bosdiga shu bo'lgandan keyin qo'lda yozadi. Andan keyin shu kitobdagi mazmunlarni o'zining ustoz bo'lganlik sifati bilan, o'zining o'zi odamning shogird bo'lganlik sifati bilan rivoyat qiladi. Mana vijoz deb qo'yamiz. Demak, na ijozi yo'q, na vijozi yo'q. O'tirda hech qanday bir munosabatmi yo'q. Birisi Bag'dodda, birisi Misrda, birisi Mashriqda, birisi Mag'ribda yashagan odamlar. Shuni bilan o'tirda bir uzuklik bor bu yerda. Hargiz ma'u anadan hadis rivoyat qilmoqlik deb jazm qila olmaymiz. Mana ma'u saqti zohir bo'ladi. Shunlashqa isnodlarda tadqiqot etmoqchi raviylarning tarixini bilishga ehtiyojli bo'ladi. Chunki u tarix ularning tug'ilgan bayonlarini, ularning vafot bo'lgan bayonlarini, ularning o'rgangan, o'qigan vaqtlarini, safar qilgan vaqtlarini hammasini qanday qilib o'z ichiga oladi. Dal ashundan qarab, ma'u falan vaqtda Pukunaga safar qilib ekan. Ha, to'xtab tur. Ma'u Misrga safar qilib ekan, Bag'doddan deb kelib, na rivoyatlarga qarasak, Pukuni rivoyat qilgan deb turdi. U Pukuni Misrdan Bag'doddan Misrga safar qilgan. Rivoyat qilingan beshtiki shayxi Misrdagidan, ha, tamam. Ma'u Misrga safar qilib ekan, shu vaqtning o'zida odam Misrda bor ekan, demak, ma'ning anadan hozir rivoyat qilish ehtimoli bor. Agar safar qilmagan bo'lsa, ehtimoli yo'q. Shuning bilan ma'ning anadan rivoyat qilgan, qilmaganligi dal shu yerdan oydinlashadigan gap. Shunga o'xshagan masala. Ma'xil shakldagi saqti zohir bo'ladi. Buni shunda Jarh ta'dil kitobdagi yoki ularning tarixidagi, shundami? Tarixidagi
isnotlar, to'g'riliq kitoblarga shunda qarab shu ma'lumotlarni egallasak-la, sizlar bizmi qanaqlalaymiz, ariyalaymiz. Endi hadis ulamolari saqti zohirini 4 xil nom bilan, 4 xil ism bilan atashqa odatlarni, istiloh hadigini ko'ni shu atalg'ini qo'llandi. Ularning saqtininki o'rni yoki tushirib o'tilgan raviylarning soniga qarab bular tuvandikicha. Ya'ni saqti zohir biz kunda har kuni darsimizni xulosalagan vaqtda da'vatimizga saqti zohirning 4 xil zaifasi chiqdi deb. Dal 4 xil nom bilan atalgan saqti zohir. Birinchisi muallaq, yana birisi mursal, yana birisi mu'dal, yana birisi munqati. Endi bularni hozir sizlar hozir holatda keyingi borsak inshaalloh tushuna olamiz. Hozir holatning o'zida bir yengil tushunib olaylik desa, muallaq degan nima desa, isnodining 5idan isnodning 5 degani kitobning avtori taraf demakchi. Mabda degani Buxoriy taraf yoki Muslim taraf yoki Nasai taraf. Mushadan birdan ko'p ravi oqidan tashlab o'tilinsa, buni biz muallaq deymiz. Masalan, ba'zi kitoblarni ko'rsizlar, gapni akabliganda an Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb boshlaydi. Muallaq hadis bo'ladi. Agar shu kitobning hadisning olgan manbasini qo'ymaganda, o kitap o'zi mustaqil bir hadisni yig'dim, to'pildim degan nom bilan o'tirib qo'yilgan kitob bo'lib qolsa, beshtiki raviyning nomini tashlab etgan bo'lsa, buni bo'ladi muallaq. Ya'ni kim tarafdan hisoblanadi? Muallif tarafdan hisoblanadi. Muallif shunda bir raviyni tashlab etsami muallaq. Undan keyin tashlab etsami muallaq. Hammani oqini tashlab etsami muallaq. Ammo ikki o'rin bo'lib qolsa boshqa. Oqini tashlanishi kerak. Ammo bir qism kitoblar, masalan, Al-Manuhalul Hadis desa, kitobning ustiga aniq qilib yozib qo'yaqliq. Ham avtorininki manhaji bizga nisbatan oydin. Bu kitobdagi hadislar Buxoriydan elingan hadis debchi. Unda olganda hadisda Ibn Umar radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelsa, uni biz kitobga nisbatan muallaq, zohiri jihati muallaq digilgan bilan lekin muallaq emas. Chunki uning manbasi va Buxoriyning hadisi. Faqat o'quvchilarga mas shaklda kelish uchun isnodini tashlab etgan. Ammo bir kitob o'zi mustaqil hadis kitib bo'lish sifati bilan maydonga chiqqan kitob. O'zi mustaqil hadis kitibi sifatida maydonga chiqqan kitob. Shunda kitoblar isnodlarni butlay qanday qilgan bo'lsa, tashlab etib, Ibn Umar radhiyallohu anhu qol deb bilan boshlab ketgan bo'lsa, kitobning hadislari nima bo'ladi? Muallaq bo'ladi. Mursal deganimiz nima desa, diqqat. Isnodning oxiridan tabiinning keyingi odam, unda olgan isnodning mabda'ini biz avtor taraf dedik. Isnodning oxiri sahoba taraf bo'ladi. Tabiindan keyingi degani sahoba demakchi. Tabiindan keyingi Rasululloh bilan tabiin o'tirdiki, sahoba uchib ketgan bo'lsa, bunda hadisni nima deymiz? Mursal deymiz. Ya'ni tabiindan keyingi sahoba uchib ketgan bo'lsa, bunda hadisni mursal deymiz. Mu'zal degan nima desa, isnodidan 2-2 dan ortiq ravi nada bo'lib qolsa, isnodidan 2-2 dan ortiq ravi nada bo'lib ketsa, oqaqin uchib ketgan bo'lsa, mu'zal bo'ladi. Mayli 5dan 2 ravi uchib ketsin, o'tirdan 2 ravi uchib ketsin, oxiridan 2 ravi uchib ketsin, mu'zal. Va diqqat qilsanglar, ba'zi holatlarda mu'zal muallaq bilan qanday qilib qoladi? Bir gap qoladi. Qanday desanglar, oqaqin nada uchib ketsin, 2 ravi uchib ketsin, mu'zallik emasmi? Masalan, Imom Buxoriy tarafdan yoki Nasai tarafdan mabda'dan ishkiroviy oqaqin tushib ketsa, bunda hadisni ham mu'asal deyishgan bo'ladi, muallaq hadis deyishgan bo'ladi. Munqati degan nima desa, uning isnodi mayli inqitoy qanday shaklda bo'lsin, muttasil bo'lgan. Neden tushib ketsa, yuqoridagi 3 babdan boshqa neda tushib ketsa, munqati bo'laveradi. Buni hozir munqati deymiz. Shu bo'yicha esimizda qoldirib olamiz, qolganini kitobda oxiriga o'qib tushunib olamiz inshaalloh. Ma'u saqti zohiridan chiqqan 4 turlik zaif hadisning ismi. Endi saqti xafiy nima dedi? Saqti xafiyni faqat hada la yudrikuhu. Bunda saqti xafiyni faqat huzzoq degani nayti mahir. Hadisning yo'llaridan xabardor. Hadis isnodlarining illatlaridan xabardor. Bunda imomlar biladi degani odatda normal hadisdan shug'ullanganlar buni bilmaydi. Buning ikki atalg'usi va mudallas va mursal xafiy deb. Amaliyotda biz saqti xafiyga 4 xil hadisni tiqib qo'ydik. Mudallas, mursal xafiy, mu'an'an, mu'an'an deb. Mu'an'anningki sahih qismi va nimaga tava, zaif tava qismi va. Biz faqat zaifga tava, saqti xafiy bo'lgan tarafidan oyoqqa tiqib qo'ydik. Agar bu ma'lum shartlar va, masalan, mu'an'an hadis, mu'annan hadis, agar buning ravilari tadlis bilan tunilmagan odamlar bo'lib qolsa, bu hadislarni zaif hadis demaymiz, sahih hadisga hamla qilinadi. A nuqtadan saqti xafiyning ichiga kirmaydi.
Lekin agar biz bayatın degandek şartlı hazırlanmagan şekildeki muannan bilan muannan hadis o'xshashlar saqt xafiyning tahtiga kirib zayb hadisning qatorida muomala qilindi. Shunga biz do'skuda tiqib qo'ydik, lekin kitobda olib turib ikki deblar mudallas mursal xafiy deb ikkini oladi, lekin muannan bilan muannanninkimi o'sha kiradigan ikki turi bor inshaalloh bag'anda so'zlaymiz. وإليك البحث في هذه المسميات الستة المفصلة للتوالي. تواندك ألتا، يعني 8 deb chansanlar bo'ladi. 8 atalg'u haqidagi bahsi inshaalloh tuvanislarga keladi. Birinchisi saqt zohirining turlarining birinchisi muallaq. Saqt zohirininki turlarining birinchisi muallaq. Bunun tarifatiga kelsak, lug'at jihatda bu allaqa shay'a bi shay'in chiqqan ism maf'ul. Allaqa bi shay' bi shay degani bir narsaga bog'ladi, asdi degan gap. Anatahu rabatahu degan gap, ya'ni as. Va uni muallaq qilib qo'ydi. Bundaqlikka bir narsani sangiltib qo'ysa, esib, astiga tashlab qo'ysa, bu muallaq bo'ladi. Kiyimlarni esib qo'ymiz asqiga, muallaq. Yipti bir narsani esib qo'ymiz ustiga, muallaq. Endi ma sanatniki muallaq deb atishning sababi chunki bu sanatning ustun tarafidan bunun istisali üstün tarafından olganlık uçlan. Çünkü biz bayatın kısqacha tarifatida isnadning oldidan chiqib ketgan bo'lgandan xuddi asti yo'q, üstünge sangalab qolgandeklar bir xil ta'sir olganlik uchun shu muallaq deb atab qo'yganda sanatninki muallaq deb atilishi chunki ma sanatning ustun tarafidan mutso'g'anligi, ostin tarafidan uzuk olganligi. Xuddi bu sanat turusqa, biz saqf degani turusqa, yoki turusqa o'xshash bir yerga esib qo'yilgan narsaga o'xshash. Osti uzuk, usti nima muttasil. Bunda g'alati bo'lib qolganlik uchun bu hadisni muallaq deb atagan. Ma'lug'at jihatdagi ma'nosi, istiloh jihatda isnodining mabda'idan degani boshlanish tarafidan, ya'ni muallif tarafidan bir yoki birdan ko'p ravi ala tavali tashlangan, ya'ni oqa-oqadan tashlangan hadisni, tashlangan isnodni biz muallaq isnod deymiz. Bu ta'rifatni izohlasak, sanatning boshlanish deganimiz dal biz tarafdagi adno yo'li, adno tarafi yana. Biz taraf deganimiz muallif tarafi. U o'simi shayxul muallif tashlangan taraf bo'ladi. Endi sanatning avli deb ataladi buni. Mabda'iy yoki avli deb ataladi. Endi sanatning mabda'iy deb atalishning sababi chunki biz hadisni dal shu yerdan boshlab o'qimizga haddasana fulon, tashlangan ekan bo'lsa muallifning shayxi degani muallif anglagan odam. Yoki uning bilan qo'shib uning ustidagi, yoki bu ikkisi bilan qo'shilib uning ustidagi, yoki u ikkisi manda. Demak, o'tirib bir tashlanib qolsa bu muallaq bo'lmaydi. Cho'qim eng beshidagi birisi. Yoki shundan bilan qo'shilib yana birisi, qo'shilib yoki hammasi tashlanib ketsa muallaq bo'laveradi. Buning shakllari manda. Isnodlarning hammasi tashlanib, qoli Rasululloh sallallohu alayhi vasallam akaldan bunda shaklda kelib qo'ydi. Masalan, dedimmi, ba'zi kitoblarda qoli Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb lam kitobni qanday qilib qo'ydi, deb qo'y boshlab qo'ydi hadisni. Muallaq. Agar u kitob ma'lum bir asli kitoblarga tayanmaganida. Ya'ni shuning suratlarining birisi isnodning hammasi tashlanib sahobalar yoki sahoba tabiinlar, masalan, An ibn Umar radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb lam qo'ydi, 5 isnodlarni hammasi tashlab ketdi. Bularning hammasi muallaq. Agar kitob o'zini ma'lum kitobga bog'lamaganida muallaq bo'laveradi. Buning misoli Imom Buxoriy faxzi yut to'g'risida tilg'ildigan mazmunlar haqidagi babning muqaddimasida qala Abu Musa g'attan Nabiy sallallohu alayhi vasallam rukbatayhi hina dakhala Usman. Deblam hadisning boshqa raviylarining hammani tashlatib birlam raviyni qo'yib qo'yaqliq beshidan. Oxirisidan bir raviy va sahobisi uni bir ham tashlab ketganlar. Demak, hamda ma hadis muallaq deyildi. Ammo biz kitobning bir nuqtasi ketib qo'ydik. Imom Buxoriyning babga keltirgan muallaq hadislari nima emas, zaif emas. Chunki Imom Buxoriy kitobda o'zining kitobiga sahih hadislarni kirishni shart qilgan. Haqancha muallaq bo'lsa-mu, Imom Buxoriyning nazarida muallaq bo'lmagan hadis faqat bab munosabatidan hadisning isnodini tashlab deb tushunamiz. Ammo hozir misol keltirib Çünkü hadis muallaq, çünkü İmam Buxoriy isnodning hammani tashlab faqat sahabi, u sahabi bo'lsa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu. Ammo ne desek muallaq hadisni hozir biz mardud hadislar qatorida so'zlaymiz emasmi? Buxoriy ratqilgan hadis deb o'ylab qolmang. Agar mushu xil shakldagi hadis asli yo'q madalat kelib qolsa rad qilin. Ammo Imom Buxoriy o'zining kitobiga sahih hadisni ham kirgizishni shart qilgan bo'g'achqa ma'rud qilinmaydi. Bunda muallaq hadisning hukmi nima bo'lsa, muallaq hadis mardud. Chunki u hadis qabul shartidan bir shartni yo'qotdi. Qabul shartining 5 sharti bor, uning birisi bo'lsa-mu ittisol sanatdi. Aşı yo'qotishi bir yoki birdan ko'p raviyni o'zining isnodidan tashlatishdan bo'lgan. Halbuki biz ash tashlab ketgan raviyning ahvolini bilmasdik. Asl bilgan bo'lsak masala yo'qdi. Bilmadik, shunga muallaq bo'lib ketdi, rad qilindi. Bayat men bir gapni eskartib qo'ydim. Shundan so'ng o'quvchining kallasiga akaga misol Buxoriydan akilindi. Hukmiga kiplam muallaq hadis mardud dedi.
Bu qanday? Onda Buxoriy, Muslimning hadisi rad qilinamdi desa, Sahihayndagi muallaqat hadislarning hukmiga kelsak, ma hukm, qaysi hukm u? Muallaq hadis rad qilinadi degan hukm. Faqat muallaq hadis, mutlaq muallaq hadis uchun qaratilgan hukm. Lekin muallaq hadis sahihligi shart qilingan, masalan, sahihanga o'xshash kitobda topilib qolsa, buning ayrim hukmi bo'ladi. Biz sahihning bahsida buni deb o'tdik. Bayat men sizlarga eskartib o'tdim. Bu yerda qayt aslatib o'tsak hech qisi yo'q. U o'simi jazm siyg'asidan tilinganligi. Qala, zakara, haka o'xshash bu shu nisbat berilgan odamdan sahih deb qilgan hukm bo'ladi. Imom Buxoriy buni. Imom Buxoriyning o'zi qala bu Musa degandan keyin keskin sahih bo'ladi. Ama temrid siyg'asidan degani undalik majul siyg'i bilan, kesal siyg'asidan shakl deyilgani qila, zukra. Degan gapsa deyilib demish degan gap, men anglamadim degan gap ham bu. Men bilmayman degan gapchi. Buningda uning sahihligiga nisbat berilgan odamdan hukm yo'q. Imom Buxoriy keskin masalan qil deb akab qo'ygan bo'lsa, bu sahih deganlik bo'lmaydi. Anglandi degan gap, dilin degan gap, anda gap bo'pti degan gap. Men keskin anladim degan gap emas-chi. Ndog'anda buni biz sahih deyamaymiz. Balki bu xil degan ichida sahih suva, hasan, doif va lekin laysa fihi hadisu vahinki buning ichida vahin ig'ir darajalik zaif hadis yo'q deydi. Nimishqa bu hadis sahih deb atalgan kitobda topilganligi uchun. Endi sahihning g'ayridan ayirishning yo'li bo'lsa-mu dal mushadisning isnodini, muallaq hadisning isnodini bahs qilish va loyiq shaklda hukm qilish. Agar muallaq hadisning zodi sahihmi, zaifmi men bilmoqchi demoqchi bo'lsa, isnodini izlansa, isnodini ayirib chiqarib, har bir ravining o'ziga muvofiq shaklda hukm qilinsa, shu bo'yicha hadisga darajaga ayirib to'g'zilsa bo'ladi. Bu saqti zohiridan chiqqan birinchi zaif hadis, ya'ni muallaq. Ikkinchisi mursal. Mursal degan nima desa, buning ta'rifotiga kelsak, mursal arsaladan chiqqan ism maf'ul bo'lib, atlaqa ma'nosini qo'yib o'tilgan degan ma'noda. Ya'ni xoli qo'yilgan degan ma'noda. Xuddi mursal, hadisni mursal qilgan odam isnodni qo'yib o'tib, uni bir ma'ruf raviga bog'lamagandek, bunday shaklda qo'yilgan ism. Istiloh nuqtasidan isnodning oxiridan degani mabda'ni avvalini biz ma tarafda to'qamasmi? Avval a taraf, ya'ni sahoba tarafi. Tabiindan keyingi bir odam qana qilingan tushib o'tilgan. Ta'rifatning izohatiga kelaylik. Ya'ni bu shunday bir hadiski, saqata min isnadihi, uning isnodidan tabiindan keyingi ravi tushib ketgan deydi. Tabiindan keyingi kim u desa, sahobalar albatta. Andog'anda isnodning oxiridagini sahoba taraf, sahabasi tushib ketgan hadis, sahabasi tushib ketgan hadis nima bo'ladi? Mursal bo'ldi. Buning shakllari, bu mursal hadisning shakli tabiin deydi, meylik cho'ng olsun, kichik olsun, qala Rasululloh deb gap boshlab ketadi. Tabiin. Mesela Sayyid Musayyib desek, tabiinlarning ichidagi cho'ng ulama, muhaddis, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb gap boshlab ketdi. Yoki fa'ala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb boshlab ketdi. Sahoba emas o'zi. Yoki fu'ila bi hadrati Rasulilloh sallallohu alayhi vasallam deb boshlab ketdi. Mana ma'vo muhaddisning nazaridagi mursalning nimasi shakli. Masalan, buning misoli Imom Muslim o'zining sahih Muslimida Kitabul Bi'da deydi. Mana Muhammad ibn Rafi hadis so'zlab berdi. Haddasana Hujayn, haddasana Layth, an Uqayl, an Ibn Shihab, an Sa'id ibn Musayyab deb bo'lib, Sa'id ibn Musayyab degan bayat deganimdek tabiinlarning qatoridan anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam naha an bay'il muzabana deb hadisida. Demak, qimiyada Sa'id ibn Musayyab degan tabiin sahoba emas. Rasulullohning bevosita to'sqinni bilmaydi, o'qimaydi u. Chunki Rasululloh bilan kurashmagan. Demak, Sayyid Musayyib bilan Rasululloh o'tirdi, birdan sahoba qanday qo'ydilar, tushib ketdilar. Ya'ni Sayyid Musayyib tabi'iyun kabirun, cho'ng tabi'in. Hadisni Rasulullohdan bevosita rivoyat qildi. Ya'ni uzulan Rasulullohning o'tirdiq vositini tilganmasdan. Bu qanday ahvol deb o'ylab qolmanglar. Masalan, men sizlarga dars o'tyapman. So'zlab kelib bir hadisni tilg'arish to'g'ri qolsa deymanda, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deymashki ro'yan demasdim. Ham bu bir ustoz o'zining shogirdlariga deydigan normal gap hamdi. Ularni balkim shu nuqtadan u biladi o'z kimdan anglaganligini. Faqat shu darsning orliqida yoki shu maqomning taqozosiga xos shaklda qala Rasululloh deb ketavergan. Maqom jiddiylikni taqozo qilgan ma'lum bir sababli bor. Har holda Sayyid Musayyibdek cho'ng tabiin qandaqdir bir majhul odamni tashlab etmaydi. Ishonchsiz odamdan hadis olmaydi. Uning ustiga sahobaning hammasining adolatiga nas keltirilgan ishonchlik. Manda bo'lgan nuqtadan bu qoldiga ahvol. Andan Sayyid Musayyibning kimkilar shu petiz bo'ladi. Qala Sayyid Musayyib qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Yoki naha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degandek shaklda. Undan keyingilar shu peti xotirlaydi. Undan keyingilar shu peti xotirlab, keyingi Abdurrahning qishig'a hadis shu peti yetib keladi. Hadis mursal bo'ladi. Ya'ni sahabasi yo'q hadis degan gapda.
Yani Said Musayyib ma hadisning isnodining eng oxirisini, ya'ni tabiindan keyingisini tashlab etdi. Ma saqtining eng aqallisi sahoba chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Ehtimol sahoba bilan sahobaning g'ayri yana bir tabiin chiqib ketgan bo'lishi ehtimoli bor. Endi mursal hadisning zaif bo'lib qolishining sababi agar sahoba chiqib ketganliklar meni qo'yib ketsa, mursal hadis zaif emas. Chunki sahoba ishonchli adolatiga nas keltirilgan shaxslar. Endi illaki Said Musayyib bevosita sahabini anglamay, yana bir tabiinni anglab qilib, u tabiinning sahabini anglagan. Endi Said Musayyib ma'runda sahabi bilan tabiinni biraqlam tashlatgan bo'lish ehtimoli bor. Ashshada bir dona Said Musayyib bilan sahabining o'tirdi tabiin bo'lib qolish ehtimoli bo'lganligi uchun ham mursal hadisni zaifni qatorga qilib etgan. Agar mushu hadisdagi tashlanib ketgan shaxs sahabi ekanligini qo'yib kelsa, hadis rad qilinmaydi, qabul qilinmaydi. Endi fuqaha usulidan qashdagi mursal hadisga kelsak, biz men yuqorida so'zlagan mursal hadisning shakli muhaddisning nazaridagi mursal hadis. Ammo fuqaha usulidan qashdagi mursal hadisga kelsak, buni misol on. Chunki ularning qashida har qanday munqati, nada uzilib ketsin, ala ayyi wajhin kan inqita'uhu degan gap, uzilishi nada olsun, uzilganligi hadisning mursal deydi. Bu xatibning mazhabi, lekin muhaddislar unda demaydi. Endi mursal hadisning hukmiga kelsak, mursal aslida zaif maruzdir. Nimishqa maqbulning shartlaridan bir shartni yo'qotdiki, biz sahihning shartida 5 dona shartni o'tib qo'ygan shartni, uning birinchisi isnodi muttasil bo'lish. Ma yo'q uning chunki tashlanib ketgan raviyning ahvolini bilmaganligimiz uchun. Ammo bir nuqta alayda nuqtadan birisi biz buni zaif deyishimiz, tashlanib ketgan shu raviyning ahvolini bilmadik deyishimiz, tashlanib ketgan sahobiyadan boshqa bo'lish ehtimoli bo'lganligi uchun degan gap. Manda holatda zaif bo'lish ehtimoli bor. Lekin ashu tashlanib ketgan ravi iliq sahoba bo'lib ketsa, 100% sahoba bo'lib ketsa, hadis sahih bo'laveradi. Lekin muhaddislarning bir birlik ulamolar va boshqa bir birlik ulamolar mursalning hukmi haqida ixtiloflashgan bo'ldi va uni hujjat qilish haqida ixtiloflashgan bo'ldi. Chunki maturdagi uzilish isnoddagi boshqadagi uzilishdan sal farqli, yaxtalif degani farqlanadi. Farqi bor. Boshqada uzilsa, tashlanib ketgan boshqa odam bo'ladi. Niyada uzilsa, ko'p hollarda sahoba bo'ladi. Chunki ma'nodan tushib ketgan odam ko'pincha vaqtda sahoba bo'ladi. Sahobaning namusi odil, ularni bilmaslik ziyon sanmaydi deb mandaq deydi. Shunga ulamolar bular bu kitobning avtori mahaqdagi fikrini xulosalab bizga mundaq bir nihoyat muhim halqadan birini berib mursal hadis haqidagi ulamoning so'zining xulosasi 3 fikr bo'lib, birinchisi birinchi fikr zaif mardud deb hukm qiladi mursal hadisni. Bu muhaddislarning jumhurlarining ko'z qarash va usul fuqaholarningki ko'pinchisining ko'z qarashi. Mavlaning pakiti tashlanib ketgan raviyning ahvolini bilmaslik, ehtimol sahobadan boshqa so'z qilish ehtimoli bo'lganligi uchun bu bir xil ko'z qarashda mursal hadis zaif. Ikkinchi xil ko'z qarashdagilar yo'q, sahih hujjat qilinadi deydi. Bu 3 imomning qashida Abu Hanifa, Malik, Ahmadning bo'lgan mashhur ko'z qarashda va ulamolarning bir bo'liklari shart mursil bo'lgan odam siqa bo'lishi kerak. Xuddi nimga o'xshash, Said Musayyibga o'xshash. Ya'ni siqadan irsol qilgan bo'lishi kerakki, u odam mursil qilishdimi, bekorga mursil qilmaydi. O'zi ustundagi tashvatgan odam ishonchli bo'lganligi uchun shu mursil qilgan bunda bo'lishi kerak. Buning vujudda siqa tabi'i degan Rasululloh mundaq dedi deb deyishi, uni ishonchli odamdan anglamasa mundaq deyishi mahol deb Said Musayyibning shu hadislariga amal qilamiz deb, keskin amal qilamiz deydi. Üçüncü xil ko'z qarash, ikkisi ko'z qarashning o'rtadagi mutadil o'tirxil ko'z qarash. Ya'ni mursal hadisni qabul qilamiz bi shurut, ya'ni qabuluhu bi shurut degani shartlan qabul qilamiz. Ya'ni mursal hadis shartlar bilan sahih hadis deb hisoblanadi. Ma Imom Shafiyning qashida bir qism ahli ilmining qashida. Ma 4 shart va bu 4 shartning 3chi mursal rawi haqida, tabiin haqida. Birisi mursal hadis haqidagi shart, tuvanda siz ko'rib o'tgan shart ilayka hadihi shurut. Birinchi shart mursal tabiinlarning cho'ngi, kichik olmas kerak. Chunki cho'ng tabiinlarning sahoba bilan ko'rishish ehtimoli eng tayin yuqori. Kichik tabiinlar ko'rishmasligi mumkin. Ikkinchisi, agar shu tabiin irsol qilgan odamning ismini tilga olsa, siqa deb olalaydigan bo'lishi kerak. Endi demakchi o'g'ini irsol qilgan odam uningga oldiga kelib qolsa, bu odam ishonchli deyiladigan odamdan irsol qilgan bo'lishi kerak. Ya'ni tashlab o'tgan raviyning ismini so'ralsa, "Men siz Rasulullohdan biyost anglamagan desmi o? Siz kimdan anglagandingiz?" desa, "Palonidan anglaganda ishonchli odamni deyalsa, ya'ni ishonchli shaxsning ismini tilga ola olsa, bo'ladi." Bu ikkinchi shart. Uchinchi shart. Agar shu hadisga yoki shu tabiinga boshqa ishonchli hofizlar o'rtoqlashgan vaqtda
ular onunga qarshilik qilmas kerakligini, ma mursal odamninki hadislari ishonchlik boshqa hofizlarning hadisiga zid kelmagan hadis bo'lishi kerak. Ya'ni mursal ravi zobit zabtisi to'liq bo'lishi kerakki, buningga boshqa zobit raviylar qana qilgan vaqtda o'rtoqlashgan vaqtida uning rivoyatiga qo'shilganligini, mana boshqa rivoyatlar olsun yoki mush rivoyat olsun, boshqa muhaddislarning rivoyatlarini zid kelib qolsa, ha bu odamda bir masala bor. Bikaq irsol qilmaydi, boshqa narsalarning hammasi zid, musha narsa masala. Boshqa narsalarning hammasi sog'lom. Boshqa hofizlar bilan udul qiladigan, mas qiladigan hadislar. Tamam, bu odam azaldan qanday rivoyat qilmaydi, taqvo hadis rivoyat qilmaydi, boshqa ishonchli hofizlarga zidmi kelmaydi. Bu hadisda masala yo'q deb muomala qilamiz. 4-chi shart endi cho'qim yuqoridagi 3 shartga tuvandagi 4 shartning birisi qo'shilishi kerak. Masalan, yuqoridagi 3 shart raviyidagi shart, alaqi tabiindagi mursildagi shart. Ham tuvandagi 4 shartning birisi hadisda tepilishi kerak. Birinchi, esingizda bo'lsin, tuvandagi 4 shart yuqoridagi 3 shartga qo'shilib 4 shart bitilinadi. Ammo tuvandagi parchalar shartninki birisi tepilsa bo'ladi. Birinchisi, hadis boshqa yo'ldan isnodliq degani, bunda isnodi uzilmagan, musnad emas shaklda rivoyat qilinishi kerak. Ikkinchisi, boshqa yo'ldan, mursal tariqada rivoyat qilinsa-mu, cho'qim bu hadisni avvalgi mursalning raviylaridan boshqa odamdan ilmni olgan odamlar irsol qilganligini, mayda bir mursal hadis bor. Mushu mursal hadis yana bir yo'ldan rivoyat qilinishi kerak mursal tariqada. Ammo ma hadisninki mursal tariqada rivoyat qilgan, irsol qilgan raviylari ma raviylardan boshqa odam. Boshqa bo'lib ketsa, ma'lum bo'ladi yana. Üçüncüsü, ma hadis sahabining so'ziga mos kelsa yana bo'ladi. To'rtinchisi, mush hadisning taqozosi bilan ko'pincha ahli ilmlar fatvo bergan bo'lsa, degani 4 shartning qaysi birisi tepilsa, ma hadisga sayda amal qilishga bo'ladi. Demak, yuqoridagi shartlar tahaqqaqat aminlashsa, fa idza tahaqqaqat hadhihi shurut, mursal qilingan hadisninki mahrijining sahih ekanligi va uni qo'llagan yana bir hadisninki sahih ekanligi o ikkalasining sahih ekanligi oydinlashgan bo'ladi. Agar bu ikki hadisga yana bir yo'ldan kelgan hadisning bir hadisi kelib qolgan taqdirdami, biz ma ikki hadisni bir hadisga tarjih qilamiz. Chunki ma hadis aqshdagi qo'lga hadisdan sahihga aylanib ketgandan keyin ma ikki sahih bo'lgan bo'ladi. Ma ikki sahih yana bir sahih hadis zid kelib qolsa, uningdan kuch jihatda halqib ketadi. Shuningga yo'lning ko'payishi bilan biz ma ikki hadisga tarjih qilgan bo'lamiz. Agar turunjulash mumkin bo'lmay qolsa. Demak, mursal hadis yuqori shartda bilib sahihga aylanib bo'lgandan keyin normal sahihga o'xshashlan muomala qilinadi daraj jihatda. Xo'sh, hada va yumkin endi ma ishni tuvandagidek 3 shartga yuqoridagi 3 shartga 4 shartning birisini qo'shish orqali kerak bo'lgan ma ishlarni izohlash bo'ladi. Masalan, deylik, hadisi mursaldan birisi keldi, buningga hadisi musnaddan birisi qo'shilsa, hadisi mursal nimaga aylandi? Sahihga aylandi. Kitobda hozir jadval bor, hadisi mursal keldi, shunga o'xshagan hadisi mursaldan yana birisi keldi. Shu hadis yana bir keldi, yana bir yo'ldan madisiki raviylar bilan madisiki raviylar ikkisi o'xshamaydigan, ikkilasi hadis mursal bo'lib qolsa, ikkisi shunday qo'shilsa, ikkili hadis sahihga aylanadi. Bir hadisi mursal keldi yoki yana bir sahobaning so'zi ikkisi udul keldi, hadis mursal bilan tamam mursal hadis sahih hadisga aylanadi. Hadisi mursal keldi, ko'pincha ulamolarning fatvosi shu bo'yicha fatvo bergan ahvol bo'lib qolsa, hadisi mursal yana sahih hadisga aylanadi. Mush bo'yicha desak bo'ladi. Endi sahobaning mursal qilgan hadisi. Degani, endi sahobalarning hamma sahoba Rasulullohning hadisini yo'q anglamaydi. Ba'zi sahobalar Rasulullohning qashti yo'q. Rasulullohdan bir sahoba anglaydi, bu sahobadan keyinchi yana bir sahoba anglaydi. Endi ma keyingi sahoba o'tirgan sahabani tashlab etdi, bevosita Rasulullohga nisbat berib, Rasululloh bunday dedi degan bo'lsa, bu sahobaning mursal bo'ldi. Bu sahabening mursal hadis degan qanday hadis desa, sahabe Rasulullohning ma'lum bir gap so'zi yoki ish harakatidan xabar bergan hadis. Ammo u uni anglamagan yoki ko'rmagan, ya eshkichga o'g'anlik uchun yoki islom kino o'g'anlik uchun yoki shu hadis so'zlanigan vaqti yo'q o'g'anlik. Masalan, sahabelar ba'zi ketadi boshqa yerlarga, ma'lum bir vazifalar bilan Rasululloh sahabelarga so'zlaydi, u qaytib kelgandan keyin boshqa sahabening hadisini anglaydi. Demak, Rasululloh deyotsa anglamadi. Ma'qildagi hadislar intayin ko'p bo'lib, kichik sahabelarning Ibn Abbas, Ibn Zubayr va boshqa kichik sahabelar intayin ko'p. Chunki kichik sahabelar o'z vaqtida Rasulullohning qishda emas. Keyin yeshi yo'nab ilm o'rganish yeshiga yetgandan keyin boshqa sahabelardan anglagan. Ammo bular bu hadisni biyos Rasululloh dedi deb bunday shaklda rivoyat qilib ahvollar bo'lib qolsa, bu sahabening mursal hadisi bo'ladi. Sahabening mursal hadisining hukmiga kelsak, to'g'ri fikr, mashhur jumhurlar keskin bekitib o'tgan to'g'ri fikr, bu hadis sahih muhtoj hadis deb qatag'an. Chunki sahabening tabi'lardan rivoyat qilish nodir. Chunki har bir sahabelar o'zininki tabi'lardan hadis rivoyat qilmaydi. Rivoyat qilib qolgan taqdirda bayon qiladi. Bayon qilmagan ekan, bular Rasululloh buni dedi degan ekan, asli
Bular bunu yeni bir sahabın anlagan, sahabının düşüp ketişi ziyet küzmeydi biz mursalning bayan dep ötdük. Ba'zi tarafın dilinde sahabının mursali hüküm cihati başka mursalga o'xshash deydi, lekin ma gap zayıf mardud gap. Musahada şu mursal haqida yozilgan dаңlıq əsərlər Abi Davudning Marasil degan kitobi, Ibn Abi Hatimning Marasil degan kitobi, Ila'ininki Jami'ut Tahsil li Ahkamul Marasil degan kitobi, mush kitoblardan mursal hadislardan foydalansak bo'ladi. Endi Saqt-ı Zahirininki üçüncüsü, Saqt-ı Zahirining üçüncüsü mu'zal. Mu'zalning ta'rifatiga kelsak, lug'at jihatda bu a'zalahu dan chiqqan ism maf'ul bo'lib, a'yahu ma'nida. Yani hadirib qo'ygan, qiynab qo'ygan degan ma'nida. Istiloh jihatda isnoddan ikki ortiq odam oqoqin. Esingda bo'lsa nereden bo'lsin? İkisi bir yerdan. 5-chi odam yoki 3-chi odam yoki oxirgi odam. Ikki ravi oqoqin tushib ketgan bo'lsa mu'zal bo'ladi. Buning misoli Hakim Ma'rifat ulumul hadisda o'zining Qanabiga qilgan isnodi bilan u Malikdan qilgan bir rivoyat hadisi va Malikqa shunday aytdiki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu deydi, Payg'ambar bunday degan: "Lil mamluk ta'amuhu va kisvatuhu bil ma'ruf va la yukallafu min al-amal illa ma yutiq." Hadisinde bo'lib Hakim deydi, hadis Malikdan mu'dal. Malikdan mu'dal degani İmam Malik o'zining ustidagi ikki odamni tushirib aytgan demakchi. Yani İmam Malik bu hadisni mu'zal shaklda keltirgan. Qanday desanglar, İmam Malik degan tabi'inga tabi odam. Abu Hurayra degan sahoba. Abu Hurayra bilan İmam Malik kurashmaganligi aniq. Ham ma'ruf ish o. Iniqlam İmam Malik bilan Abu Hurayraning o'tirida qanaq ketgan ikki odam tushib ketgan. Oqoqdan ikki odam tushib ketgan. Ana o'zi ma hadis nima bo'ladi? Mu'zal. Buning tushib ketganligiga dalil desa, qarab baqaylik. Mahadis mu'zal hadis. Çünkü bu hadisdan oqa İmam Malik bilan Abi Hurayraning o'tirida ikki ravi oqoqdan tushib ketgan. Biz tushib ketganligini nereden bildik? Dalilimiz nima desa, biz bu hadisdan oqoqi ikki odam tushib ketganligini muattaddan sirtqi boshqa hadisning rivoyatlaridan bildik deydi. Malikdan o Muhammad ibn Ajlandan o hadisdan o Abu Hurayradan deb manda kelganlar. Yani Malik bilan Abu Hurayraning o'tirida Muhammad ibn Ajlan va uning dadasi bo'lgan Ajlan ikki ravi va oqoqdan tushib ketgan demakchi. Bunda hadisning hukmi bu hadis mu'zal hadis zayif hisoblanadi. Ammo mu'zalning zayifligi mursallar munqati qarg'a vaqtida nacharroq nimishqa desa isnodga tushib ketganlar ko'p bo'lganlik uchun. Ammo birilgan hukm mu'zalga ulamoning ijmo bilan birilgan hukm. Tamam. Ana men qaysi bayatni dedim, mu'zal oqoqdan ikki hadis ravi tushib ketsa mu'zal bo'lgandan keyin bu ba'zi shaklda muallaq bilan birlashib qoladi. Muallaq masalan 5dan biridan ko'p ravi oqoqdan tushib ketsa emasmi? Masalan ravining 5dan, isnodning 5dan ikki ravi oqoqdan tushib ketsa, buni ham muallaq deyishga bo'ladi, ham mu'zal deyishga bo'ladi. Shunga olib turib aytadi, buningki ba'zi muallaqning ba'zi suratlarida muallaq bilan qanaq qilishi, jo'g'lashib qilishi. Yani mu'zallar muallaqning o'tirida umum xusus minhaji va umum xusus minhaji va. Qanday desa mu'zal muallaq bilan bir suratda bir yerga keladi. Qay suratda desa isnodning 5dan ikki ravi oqoqdan tushib ketsa, bu hadisni birla vaqtda ham muallaq ham mu'zal degili bo'ladi. Birla vaqtda. Ammo undan ikki shaklda ayrildi. Qanday desa isnodning o'tirdan oqoq ikki ravi tushib ketsa, bu mu'zal muallaq emas. Isnodning 5dan bir ravi tushib ketsa, muallaq mu'zal emas. İki noktadan muallaq bilan ayrildi. Bir noktada umum xusus minhaji degan shu. Endi mu'zal tepilish ehtimoli intayin ko'p bo'lgan o'rinlar İmam Suyuti deydi, mu'zal munqati mursallar tepilish ehtimoli o'rinlar Kitob Sunan Abi Sa'id Mansurninki Ibn Abi Dunyoning asarlarida mu'zal hadis ko'p tepiladi deydi. Al-mardud bisabab as-saqt min al-isnad ninki, yani isnaddagi saqt tufaylidan rad qilingan hadislarninki ichidagi saqti zahirining 4 turi bor degan to'q, 4 turininki 3 turini so'zlab o'tdik. 4-chi turi al-munqati'. Yani saqti zahiri tufaylidan zaif bo'lib qolgan hadis. Buning ta'rifatiga kelsak, lug'at jihatda inqito'dan chiqqan ism fa'il bo'lib, inqata'a degani ittasalaning ziddi. Yani ittasala ulashdi degan ma'noda, inqata'a uzildi degan ma'noda. İstiloh jihatda isnodi muttasillan bo'lmasa, ya'ni buning inqito'i qanday shaklda bo'lsin, nereden uzilib ketsin, muttasil bo'lmaganligi isnodning hammani munqati deymiz. Bu ta'rifatni izohlasak,
Ya'ni har qanday isnod qaysi o'rindan bo'lsin uzilib ketganlar bo'lsa, mayli bu yerdagi inqito isnodning 5idan olsun. Bunda olganda muallaq bo'ladi, shundaymi? Isnodning o'tirdan bo'lsin yoki isnodning oxiridan bo'lsin. Unda olganda ikki ta'rifot qilsam, buning ichiga mursal, muallaq, mu'azzalni kirdi. Lekin mustalah ulamolari, kinki mustalah ulamolari munqati'ni mursal, muallaq, mu'azzalning suratlari uyg'un kelmagan holatga xos qildi. İlgirkilarninki iste'molotimi ko'pincha ahvolda shu. Shunga Imom Navoiy deydi, bu munqati'ning iste'mol qilinadigan o'rinning ko'pinchisi tabiindan, tabiin sahabadan rivoyat qilib, tabiindan kin kadamning rivoyatida bo'ladi. Masalan, Malik ibn Mardinga o'xshash manda shaklda bo'ladi deb. Demak, unda olgan vaqtda muallaqmi munqati emas bo'lsa, isnodning 5-chi chiqib ketgan bo'lsa, shundaymi ya? Mu'azzalmi munqati bo'lmasa, mursalmi munqati bo'lmasa, muallaq degan isnodning 5idan bir-biridan ko'p raviy uchib ketsa, mu'azzal degani nereden bo'lsin ikki raviy oq-oqidan chiqib ketsa, mursal degani tabiinning kinkadan chiqib ketgan bo'lsa, tabiinning oldidagi odam, kinka emas, sahoba emas, oldidagi va musannifning shayxidan kinka odam, bir odam chiqib ketdi. Maholat, bir odam chiqib ketgan maholat muallaq emas, chunki isnodning o'tirisi. Mu'azzal emas, chunki oq-oqidan ikki odam yo'q bu o'rinda. Mursal emas, chunki tabiindan kinkadan emas. Mushu bir holat munqati bo'ladi, qolgani munqati emas deb buna chiqish qilmoqchi bo'ladi. Şu ahli hadisdan keyingilarning nazaridagi munqati degan nima desa, isnodi muttasil bo'lmagan. Mursalning ismi, muallaqning ismi, muazzalning ismi buni o'z ichiga olmaydigan deb mundaq ta'rif qilgan. Xuddi munqati degani isnoddagi har qanday inqatiqa umum ismdagidek inqitoning shakllaridan yuqori bayon qilgan 3 shakldan boshqa, ya'ni mursal, muallaq, muazzaldan boshqa. Unda olganda buni bo'ladi desang, isnodning avvalining ya isnodning oxirining qana qilish hasbilanish yoki har qanday makondagi oqidan ikkidan o'chib ketishi 3 shakl emas, mana yuqoridagi 3 shakl, isnodning avvali chiqib ketishi muallaq hisob, oxiri chiqib ketishi mursal hisob, oqi-oqirindan ikkininki oqi-oqidan chiqib ketishi nereden chiqib kelsin? Muazzal hisob, mushu 3 o'rindan boshqa har qanday o'rindagi uzilish munqati bo'ladi degandeklar. Mana bu dal Hafiz ibn Hajar Nuhba va Nuhbaning sharhisida menga yo'lmushi. Biz shuni tushunish kerak endi. Muallaq olmagan, muazzal olmagan, mursal olmagan. Ya'ni isnodning 5idan, isnodning oxiridan. Lekin nereden olsun oqi-oqidan ikkisi chiqib ketmagan ahvoldan boshqa o'rinlarning hammasi munqati bo'ladi. Buning misoli bayatni deb bergandek sahabe, tabi'in, tabi'in, undan keyin shayxul musannif, undan keyin musannif bo'lib qolgan bo'lsa, shuning uchun faqat tabi'in chiqib ketgan, birlamadan chiqib ketgan bo'lsa, buni muallaq demaymiz, isnodning o'tirisi o'g'ach. Muazzal demaymiz, bir o'g'ach, ikkidan emas. Undan keyin mursal demaymiz, sahoba bo'lmag'ach. Yani tabi'indan keyin bo'lmag'ach. Undag'anda mushu dal munqatining misoli bo'lar deb tushunsak bo'ladi. Undan keyin inqito isnodning bir o'rinda bo'ladi. Ba'zida bo'lishi ehtimoli va qad yakun, bo'lishi mumkin. Bir o'rindan ko'p o'rinda bo'lishi mumkin. Xuddi inqito 2 o'rinda, 3 o'rinda. Masalan, bayat degandek miyada va oyat olsun bo'ladi. Oq emas. Masalan, tabaqat ko'p bo'lib ketgan bo'lsa, muallifning shayxi emas, shayxining shayxi chiqib ketdi. Undan keyin kelgan ba, undan keyin chiqib ketdi, undan keyin kelgan. Bunda shaklda bo'lsa bo'ladi masalan. Buning misoli Abdurrazzaq Savridan rivoyat qilgan, u Abi Ishaqdan, u Zayd ibn Usay'dan, u Huzayfadan marfu shaklda rivoyat qilgan bir hadis va in wallaytumuha Abu Bakr faqawiyyun amin. Faqawiyyun amin. Am hadisda o'ttirdan bir odam tushib ketdi. U o'sim kim o? Sharik. Siz qaytadan qaranglar. Sharik Savri bilan Abi Ishaqning o'tirib tushib ketdi. Lekin ana Savri, ana Abi Ishaq o'tirda Sharik bor. Chunki Savri Abi Ishaqdan hadisni bevosita anglamagan. Sharikdan anglagan, Sharikdan. Sharik Abi Ishaqdan anglagan. Undaganda o'tirib tushib ketdi, qaranglar. Abdurrazzaq bu muallifning shayxi deb turdilar. Savri undan keyingi odam. Abi Ishaq Huzayfa sahabisi, Zayd ibn Usay' tabi'in deyli, Abi Ishaq tabi'in deyli. Abi Ishaq bilan Savrining o'tirdagi odam yolg'iz tushib ketdi. Isnodning 5 o'miga chiqqan muallaq degilolmaydi. Oqoqidan 2 o'miga chiqqan muazzal degilolmaydi. Huzayfa o'miga chiqqan, sahoba o'miga chiqib ketgani, tabi'indan keyingi o'miga chiqqan, buni mursal deganda mushu bir odamning tushib ketishi dal nima desa mursal shu. Shunda aytdim, ma uzlishga
mursal degan ismmi nima mursal debdimi munqati shu ma uzilishga mursal degan ismmi mos kelmaydi muallaq degan ismmi mos kelmaydi mu'zal degani mos kelmaydi anda bo'lgandan keyin buni munqati deymiz deb misol tushunsak bo'ladi. Munqatining hukmiga kelsak, munqati hadis ulamolarning ijmo bilan zaif hadis bo'ladi. Nimishqa bu qabul shartlaridan bir shart yo'qotganlik uchun bo'lsin nima? Sanatning muttasil bo'lishi degan shart bor-edi va tashlab ketgan raviyning ahvolini bilmaganlik uchun shuning bilan saqtu zohir sababidan zaif bo'lib qolgan. Saqtu zohir sababidan zaif bo'lib qolgan 4 turlik hadisning ahvollarini qisqacha tunishib chiqdik. Bugungi darsimiz bu yerda to'xtaydi. Inshaalloh saqtu xafi tufaylidan zaif bo'lib qolgan 4 turlik hadisni kelak soatda so'zlaymiz. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.